Vakuumli va oddiy qadoqlash biznesi. Bu videoda qadoqlash biznesini ko'rib chiqamiz. Avval ham bu mavzuda videolarni taqdim etgan edik. Bu videolarni ko'rib juda ham ko'pchilik o'z ishini boshlab olgan. Oldingi videolarimizdagi apparatlarimizdan endi qaytib kelmaydi. Ular o'zini unchalik oqlay olmadi. Avvalgi apparatni sotib olganlarning ham ko'pchiligi mana shu apparatlardan sotib olishyapti hozir. Zamonaviy ishlab chiqarish quvvati oshgan, upgrade qilingan, katta motorli, shovqini past va ko'p imkoniyatlarga ega bo'lgan zamonaviy, hatto ekranli uskunalardan olib kelib qo'yganmiz. Bu vaqtgacha ko'plab vakuum qadoqlovchi uskunalarni ko'rdim, lekin bular juda ham zo'r. O'z ishiga javob bera oladi. Avvalgilariga o'xshab qadoqlagan mahsulotlariga bir necha kundan keyin yoki qanchadir vaqtdan keyin havo kirib qolmaydi. Yopishtirish ham juda ham yaxshi. Qadoqlab havosini so'rish ham zo'r. Bu ish haqida ko'p gapirmayman, keling sizlarga eng qiziq bo'lgan joyi hisob-kitoblarni tahlil qilib beraman. Demak, bu yerdagi mana bu quritilgan mevalardan boshlaydigan bo'lsam, bu quritilgan mevalarning ichida bodom mag'zi, uzum mag'zi, banan, papaya, kivi, mango shunday qimmat mevalarni quritilgan holda ko'rishingiz mumkin. Mana shunday quritilgan va qadoqlangan mevalarning narxi ko'chada 18-15 ming so'mni tashkil etadi. Bu mevalarni esa siz optim joydan 50 ming so'm, 55 ming so'mdan olishingiz mumkin. 50 ming so'mdan oldingiz deb hisoblaganimizda 100 gram mahsulot sizga 5 ming so'mga, mana bu paketi esa 800 so'mga to'g'ri keladi. 5800 so'mga sizning mahsulotingiz tayyorga aylanyapti. Yuqorida buning sotilish narxini ham aytib o'tdim. Bemalol hisoblab olishingiz mumkin. Bittasidan kamida 5 ming so'm foyda qiladigan bu mahsulotni agar bir kunda 5 ta do'konga 10 tadan tarqatganingizda ham 50 ta mahsulot tarqatgan bo'lasiz. 50 ta mahsulotning narxi esa 250 ming so'mni tashkil qiladi. Bu esa sizga faqatgina bitta mana shu mahsulotingizdan keladi. Sizda esa pishloqli tayoqchalar, qurtlar, pistalar, bodom mag'izlari, quritilgan baliqlar yoki mana bunday ko'rinishdagi mix to'plam. Ya'ni bu yerda juda ham ko'p turdagi qurtlar, achchiq qurt, rayhonli qurt, qattiq qurt, sho'r qurt, shirin qurt, kuydirilgan qurtlar mavjud. Ularning bu yerdagi soni 20 dan tashkil qiladi. Xuddi shunday to'plamdagi qurtni shaxsan o'zim milliy marketda 20 ming so'mdan ko'rdim. 20 tasini. Ya'ni bir donasi 1000 so'mdan to'g'ri kelyapti. Sizga esa buning bir donasi 200 so'mdan to'g'ri keladi. Ya'ni 20 ta qurtning narxi 4000 so'm, paketi 800 so'm. 4800 so'mga sizga mana shu tayyor mahsulot hosil bo'ladi. 20 ming so'm emas, siz 15 ming so'mdan sotganingizda ham qancha foyda qolyapti bitta mahsulotdan. Bular shunchaki osmondan olingan hisob-kitoblar emas. O'zim qishloq magazinlariga ham, shahar magazinlariga, supermarketlarga kirib ko'zdan kechirgan narxlarim bular. Ularni hammasini, gramlarini ham, donalarini ham o'sha yerdagi sotuvi baland bo'lgan do'konlardagi eng ommabop bo'lgan mahsulotlarga o'xshatib tayyorladim. Apparatni bizdan sotib olganlarga ishlash tartibini tushuntirib o'rgatib qo'yamiz ipidan ignasigacha. Ishlatish o'zi unchalik ham qiyin emas. Faqatgina to'g'ri ishlatsangiz bas. Oddiy maktab o'quvchisi, talabalar, uy bekalari yoki boshqa ishda ishlaydiganlar bo'sh vaqtlarida ham bu ishlarni qilib qo'shimcha daromadga ega bo'lishlari mumkin. Bora-bora bu ishni asosiy ishingizga ham aylantirishingiz mumkin. Axir 400 ming so'm, 500 ming so'm bir kunda topish bu juda ham yaxshi natija. Gaplarimning oxirida eslatib o'tay, sizlar tayyorlagan mahsulotlaringizni hammasini bir kunda sota olsangiz, yuqorida aytib o'tgan foydaga erishasiz. Sizlar bilan Tillo Nabiyev bo'ldi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.